Nelson Mandela 27 yil qamoq va kechirim. Assalomu alaykum aziz aka-uka opa-singillarimiz. Bugun bir insonning qisqacha, ammo juda ham qiziqarli bo'lgan hayoti xususida gaplashamiz. Tasavvur qiling, sizni qamoqda 27 yil qiynashadi. Omon qolsangiz chiqib kelgandan keyin nima qilgan bo'lardingiz? Qasos olarmidingiz? Nelson Mandela Janubiy Afrikada irqiy kamsitishga qarshi kurashdi. Apartheid deb nomlangan siyosat qora tanlilarni ikkinchi darajali inson deb ko'rardi. Mandela bunga qarshi chiqqani uchun qamaldi. U 27 yilini qamoqda o'tkazdi. Zanjirband qilindi, og'ir ishlarda ishlatildi. O'z yaqinlarini ko'ra olmadi. Ko'plar hayotini yo'qotardi. Mandela esa chidab berdi. Eng qiziqarli joyi shundaki, 1994-yilda u Janubiy Afrikaning birinchi qora tanli prezidenti bo'ldi. Azizlar, bu juda kam uchraydigan holat. Shu sababdan bir insonning hozirgi holatiga qarab baho berib bo'lmaydi. Sababi ertaga u boshqa inson bo'lishi mumkin. Ammo eng ta'sirli lahza shunda bo'ldi. Mandela uni qiynagan qamoqchilarni, oppoq tanli siyosatchilarni ham kechirdi va ularni yangi hukumatda ishlashga chaqirdi. U aytgan edi: "Men ozod bo'lgach, qalbimda nafrat olib yurishni istamadim. Chunki nafrat ikkinchi qamoqxonadir." Nelson Mandela bizga bir haqiqatni o'rgatdi. Kechirimlilik eng katta buyuklik va chinakam kuch bu kechirimlilikdir. Omonlikda ko'rishguncha.